Hoş kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Oqshomimizning eng qizg'in pallasida kelin qo'shimizning kelinlikning ziynat bo'lmish. Kelinlik salomini boshlash arafasida turibmiz. Kelin qo'shimiz kelinlik salomiga allaqachon tayyorlar. Siz ham oldi berdilarni berib kelin qo'shimiz bilan ko'rishib ketishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz bitta chiroyli qarshi chalib qo'yinglar. Rahmat, salomat bo'ling. Mana qo'limga ro'yxat olib kelib beraman degan aziz opajonimiz bor edilar. Mana qo'limga ro'yxat olib kelib berasiz. Biz ro'yxat asnosida barchalarni o'zingizlar lavoziminglar bilan, isminglar bilan chaqiramiz. O'zingizlar lavoziminglar bilan, isminglar bilan chaqirganlar deya o'zingizlar bilib kelarasizlar degan umiddamiz boisi qo'shnilarimiz barchalarga o'zlariga attra sovg'a salomlarni qaydlarini olib kelishgan. Ana o'sha sovg'a salomlar yanishib ketmasin, avvaliga xolaniki keyingi o'tib ketmasin, keyin xafagarchilik bo'lmasin. Hammaga tushunarlimi? Bitta chiroyli qarshi chalinglar. Hay